Leksimize devamı, hürmetlik vatandaş. Bugünkü ıslak 2023 yıl 5. ayının 12. günü. Haftaga Cuma vatandaş. Amerika mavzumunda Amerika Jungo yuqori darajalik rahbarlar uchrashishni keltirdi. Beijing soğuk nazar tashlashdan voz kechdimi? Mavzuli xabar Fransiya Xalqaro radio stansiyasida e'lon qilindi. Xabar qanday boshlandi? Amerika josuslik havo sharini urib tushirgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qilishni kechiktirdi. Jungo Amerika yuqori qatlamida uchrashadigan yo'llar uzilib qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Jungoning rais Xi Jinpingning diplomatiyada g'olliq odimi Wang Yi haftaning 4. kuni, yani 5. ayning 10. kunidan 11. kunigacha Avstriya Vino shahrida uchrashdi. Bu uchrashuv prezident Joe Biden bilan rais Xi Jinping qayta suhbatlashdi. Derak beramdi. Yaqindan bir Aqsaroydan arqa-arqadan signal chiqishga boshladi. Prezident Joe Biden Xi Jinping bilan suhbatlashmoqchi bo'ldi. Lekin Beijing tarafining inkosi ilmiy bo'lmadi. Jungo matbuotlar davlat ishida Amerikaga tarqatgan signal shu bo'ldiki, Umyosh bilan signal tarqatdi Jungo taraf matbuotlari. Hatta Wang Yi bilan Jack Sullivan uchrashgandan keyin Xinhuashi aloqador xabarlar ostida yanada Umyosh bilan xabar tarqatdi, signal tarqatdi. Masalan, Amerika Jahongirligi bizga nima qiltaq qurdi? Demak, hozir amaliy suhbat, qurilish xarakterlik suhbat, yana Amerika bizga qiltaq quryotdi deb qo'rqayotgan gap Jungo. Ko'rdingizmi, vatandosh? Blinkenmi? Yani davlat ishlar kotibi Antony Blinken ne demekçi? Sullivanmi? Yani Aqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan ne demekçi? Her ikkalisi Jungoga qarshi avangardlardir. Ularga yuz xatar qilishga bo'lmaydi. Jungo Tayvanni birlik keltirishdan voz kechemdi. Diqqat! Jungo Tayvanni birlik keltirishdan voz kechemdi. Herkes undaq emas. Amerika Jungoning yaxshi kun ko'rishiga yo'l qo'yamdi. Herkes mumkin emas. Xiyollarni tashlab etaylik. Do'stlik, hamkorlik herkes mumkin emas. Amerika Jahongirligi palani naytset gapni shiltibga vatandoshlar kechiringlar. Demek hozir mushu suhbat bo'layotganda, o'tkazilayotganda, oxirlashganda Jungoning Xinhuashi boshchiligidagi yoki Xinhuashi bosh agentligi matbuotlarni hadab Amerika hujum qilayotgan gap vatandosh. Jungo vatanparvarlar torbatlarida Beijing umishni voz kechgan qiyofatda qanday tushunishdan qat'iy nazar. Mana Fransiyani gapi shumi? Jack Sullivan bilan Wang Yi suhbati Amerika bilan Jungo o'rtasida kayfiyat illishning boshlanganligidan derak berdi. Kayfiyat illishning boshlanganligidan derak berdi. Lekin Jungo tordoshlari yana shu g'azablanish, josuslik shari urib tushirilgandan keyingi holatida turibdi. Jack Sullivan bilan Wang Yi nima to'g'rida suhbatlashdi? Savol. Ikki tarafdan oshkor bo'lgan xabarlar intayin oddiy. Amerika taraf oqko'ngillik bilan amaliy, qurilish xarakterlik muhokama elib bordik dedi. Xinhuashi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Ikki taraf Amerika Jungo o'rtasidagi to'sqinliklar elivitishni ilgari surdi. To'sqinliklarni elivitishni ilgari surdi. Samimiy, cho'nqur amaliy qurilish xarakterlik muhokama elib bordi.
Ақсарайның хабariga asoslanganda muhokama doirasi Ukraina urushidan tartib Tayvan masalasigacha berib taqaldi. Aniqki, ikki davlat o'rtasidagi eng so'zgir masala ustida to'xtaldi.